Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men sizlarga bugun antiqqa jigar pishirishni o'rgataman. Jigar yemayman deganlarim bu jigarni yeb qoladi. Mana bunday terisini ajratib olamiz. Mana o'rtoqlar, endi sizlarga pishirishni jarayonini ko'rsataman. Mana bu kartoshka qovuryapmiz. Kartoshkani olishdan oldin ozgina chesnok qo'shib endi shirin bo'ladi. 80-yil Olimpiada tarelkasi ko'ryapsizlarmi? Kartoshkani tayyorlab oldik. Bitta sekreti chiroyli pishish uchun mana qarang. Bunga ozgina un solamiz. Keyin mana bu nonni maydasi tolqani aralashtiramiz. Ana bu shunday qarsilloq, chiroyli bo'lib pishadi o'rtoqlar. Yumshoq, qarsillab pishadi, bu bilchilab pishmaydi. Juda shirin, mazali bo'ladi. Mana o'rtoqlar, endi buni pishiramiz. O'rtoqlar, jigarimiz pishdi. Qarsillab pishdi. Mana buni ko'rsalar ajoyib.